Xo'sh, bo'lajak biznesmenlar, bugun sizlarga hunardan biznes qilish yo'lini o'rgatamiz. Ya'ni novvoyxona. Shu novvoyxonadan nechpil foyda qilish va nechpil xarajat bo'lishini biz ko'rsatamiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib qo'ying, like, comment. Biz boshladik. Novvoyxonadan topib oldim. Qo'l oyog'i chaqqon, xizmatlaringizni qilib yurar. Ma'qul hoji bobo. Bo'lajak biznesmenlar, tanishinglar, Jasur aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Bu aka hunarni biznesga aylantirgan insonlardan biri. Shu bilan bir qatorda lokatsiya tanlamaydigan bizneslarning asoschilari biri, ya'ni novvoyxonani biznesmen egalaridan biri. Aka, mana shu sohaga kirib kelganingizga qancha bo'ldi o'zi? Bu soha aka bizni ota kasbdan qolgan soha. Mustaqil bo'lib ish boshlaganimizga aka 6 yil 7 yil bo'ldi. 6-7 yildan beri novvoychilikda yurg'izamiz o'zimiz. yurg'izasizlar. Novvoyxona o'zinglarning. Xo'p, bu novvoyxona yurg'izish ideyasi sizga o'zi ota meros bo'lib qolganmi yoki o'zingiz boshlagan? Ota meros bo'lib qolgan aka. Ota Adam meros. rahmatli o'tib ketganlar. Oldin ham novxona yurg'izganmiz. Nardi orqa mahallada novxonamiz bo'lardi. Hozir endi bo'tdi, yaqindan 3 yil 4 yil bo'ldi bo'tdi olganimizga. Boshqa joylarda ham novxonamiz bor, hozir ham Yunusobodlarda, 5-больницаdan bilsangiz kerak, 3-kvartir o'shatlarda bor ekan novxonalar. Nechta novvoyxona bor? 2ta novxonamiz bor hozir. Ikkita. Xo'p, mana shu novvoyxona ochmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqadir определённый lokatsiya tanlash kerakmi yoki buni farqi yo'qmi qayerdan lokatsiya olishi? Endi lokatsiya qanaqa? Iloji boricha yaxshi joy bo'lishi kerak aka. Misol uchun, bu asosiy yo'l bo'lib qolgan aka, bilsangiz, bu yoqdan Boltimozordan tushib kelganingizda ham bu yoqda ham anaqa o'rtada-da. O'rtadan. Domlar orasi bo'ladi aka, bozor oldilari bo'ladi. Farqi qanaqa bo'lsa ham, joy muhim emas, nonni sifati bilan mazasi muhim, klient muhim aka. Xuddi shunday. Xo'p, mana shu novvoyxona ochmoqchi bo'lganlar uchun joy tanlashda qanaqadir maslahat bormi? Necha kvadrat bo'lishi kerak? Qanaqa kommunikatsiya bo'lishi kerak u yerda asosan? Hamma o'zini komforti uchun joy tanlaydi aka. Misol uchun, ba'zi novxonalar bor, juda kichkina novxonalar bor. Tandir ham hamma narsasi bitta bo'lib qoladi. Farqi muhimi non sifati muhim aka. Non sifat. Endi baribir tandir bo'lgan joyda gaz bo'lishi kerak yo gazsiz ham qilsa bo'ladimi? Yo'q, Nimalarga e'tibor berish kerak? Joy olayotganda nima bo'lishi kerak o'sha joyning ichida asosan? gaz bo'lishi kerak aka. Gazsiz joy bo'lmaydi. Endi imенно biz hozir Toshkent shahridamiz aka. Misol uchun viloyatlarda gazi yo'q joylar bor. Kimdirlar hokkada pishiradi, kimdirlar o'tinda pishiradi. Hamma tomonlama yo'lini qilsa bo'ladi. Imенно degan Toshkentda hamma joyda почти gaz bor ekan. Hop, undan tashqari yana nimalar kerakligini hozir ichkariga kirib bizga bitta tushuntirib bera olasiz. Hop, Jasur aka, mana novvoyxona mana shunaqa. Tandir. Bu tandir nechta non sig'adi bu yerda? Tandirimiz aka biz yopsak 100 tagacha yopamiz. Bitta tandirda. Bitta tandirga 100 ta non sig'adi. Endi tandir hajmi bo'ladi. Misol uchun qurdirayotgan paytingiz ham, zakaz qilayotgan paytingiz ham misol uchun 50 talik tandir kerak yo 100 talik tandir kerak. Biz 100 talik yoki standartni. Hop, tandir tanlashda qanaqadir bir life hack yo qanaqadir maslahat bormi? Tandir tanlayotganda nimasiga e'tibor berish kerak bunda? Tandir tanlashda aka iloji boricha yoz chillasi tayyorlangan tandir yaxshi. Ancha ko'p muddatga yara beradi, ko'p muddatga ishlata olasiz. O'sha qish yoz chillasida qishda qurilgan tandirlar bo'lmaydi aka. Chunki quyosh bo'lmaydi, Yaxshi qurimaydi. yaxshi qurimaydi. Yozda chillasi tayyorlangan tandir badani ham yaxshi bo'ladi aka. Ancha yil ishlatadi. O'rnatilganda keyin ustidan qanaqadir обработка qilish kerakmi, kerak emasmi? Yo'q, qilinadi aka. Misol uchun tandir o'rnatgandan keyin bir anaqa loy beriladi. Loy ustidan keyin g'isht qo'yiladi. G'isht qo'yilgandan keyin ustidan bir marta loy beriladi. Nima uchun bu narsalar o'zi? Tandir badan issiq ushlab turish uchun. Misol uchun ba'zilar anaqa yopib qo'yadi. Qalin radial yopadi, ustidan loy beradi. O'zi asli bir marta loy urgandan keyin ustiga g'isht qo'yiladi. G'ishtdan yana bir marta loy ursa, tez qiziydigan bo'ladi, gazdan ekonom bo'ladi, tandiringiz anchaga yariydigan bo'ladi. Xo'p, mana shu gazdan ekonom deganingizga mana shunaqa joy, novvoyxona bir oyda kommunalka uslugalariga necha pul sarf qiladi? Biz aka 2 milliongacha sarflaymiz. Bu chista gazni o'zi Gazni, ha.
Yo'q, gaz o'ziga 2 million sarflaymiz. Svet endi yoqilsa 200 ming, 150 ming shunday yoqiladi. Ko'p yoqilmasa, asosiy Ha. gaz bilan Ha. ishlaydi. Gaz bo'lmagan holda o'tin bilan ham qizitsa bo'ladi mana shu Bo'ladi aka, tandirlarni. O'tin bo'ladi. ham ishlaydi. O'tin, ko'mir, hoka, narxi Hop, hozir. yana undan tashqari novvoylarga kerak bo'ladigan asbob uskunalarga necha pul xarajat bo'lgan? Hop. Nimalar olingan? Aka, bu novvoychilikka uncha pul ketmaydi. Ochish uchun, misol uchun boshqa bizneslarga o'xshab turib 10 ming, 15 ming dollar pul sarflamaysiz aka. Bunga asosiy kerakli narsalari nomzodga yog'liq kerak bo'ladi, gezni kerak bo'ladi. Ichkariga kirsak, qo'ygan narsalarni ham ko'rsataman. Hozir vodka kerakli narsa yog'liq, gezni, latuk, non taxlagani. Hop, tandirlarning o'rtacha narxi necha pul? Hop, aka, Necha puldan necha pulgacha? bu tandir o'rnatgan paytimiz 1 million 600 ming olganmiz. Aha. 1 yil, 2 yil bo'ldi bunga. Hozir narxi ko'tarilgan. Hozir shu mana shunaqa standartni 100 tali tandirlar 1,5 milliondan boshlab har xil joylarda har xil narxlar aka. Misol uchun Toshkent o'zida bilsangiz ham Qahramonda o'tgandagi tandirxona Tandirxona bor. O'sha yerlarda sal qimmatroq narx. Ularning tandiri endi negativ fikr bildirmayman aka. Toshkent tandiriga qaraganda oddiy tandir baribir yaxshi aka. Ha, bu vodiydan kelgan Bu oddiy tandir. tandir aka. Hop, mana tandir har qancha vaqtda almashish kerak, yangilanib turish kerak tandir. Sroki qancha? Aka, bir kishi chiroyli mehr berib yopsa, avaylab yopsa aka 5 yil, 6 yilgacha. 5 yil 6 yilga bitta tandir ishlab beradi bemalol. Hop, undan keyin mana shu novvoyxona ochishda eng asosiy savol, necha pul bilan boshlagan odamga o'ziga ishonchliroq bo'ladi? Boya aytib o'tganimdek, ko'p pul kerak emas aka. Asosan kerakli narsalar. Xamir qiladigan apparat, hozir bilsangiz zamonaviylashib ketgan hamma yoq. Oldingidek qo'lda emas. Yo'q, oldingidagi qo'lda emas aka. Xamir qiladigan apparat. Yangi novichoklar uchun aka. Ha. Xamir qiladigan apparat. Ash tandirlar bilan aka 15 million, 20 million pul bilan boshlasa bo'ladi. 1000, 2000 Ha, dollarda 1000, 2000 hisoblasa bilan bo'lar shunaqa. ekan. Hop, novvoy qancha vaqtda noldan novvoylikni o'rganish mumkin? Aka, biz anaqamizga yarasa, baqachaqlarimiz biz osonlikcha o'rganmaganmiz bu hunarni aka. 4 oy eng mukammal zo'r usta bo'lib bizga o'xshab zo'r usta bo'lish uchun 4 oy 5 oy ketadi. To'g'ri bir şey. Noldan bilmagan Ha. odam shundan boshlaydi. Hop, novvoylarning o'zi ishi nechida boshlanadi? Aka, bu novvoychilikni soatini aytsam, hamma uxlayotgan payt biz turib ish boshlaymiz aka. Ertalab 3 dan, 3:30, 4 da turamiz, misol uchun. Zakaz bo'lib qoladigan bo'lsa aka, kechqurunlar uyquni voz kechib qo'yamiz aka. Hop, yaxshi aytdi. Zakaz bo'lib qo'yganda, hop, novvoy nonni qanday sotishi ma'qul? Bozorga olib chiqibmi yoki chista zakazga to'yxonalar bilan ishlaganimi? Aka, magazin, Magazin. to'yxona, zakaz, choyxona, krupnikalardan ko'chadan zakazlar bor-ku, Aha. o'shalar yaxshi aka. Bozor endi baribir bozor aka. Bozorga ham Konkurensiya ko'p. konkurensiya ko'p. Bozorda keyin nonni sifat muhim bo'ladi. Ta'mi. Xudoga shukr, shu bozorda o'zimizga yarasha klientimiz bor. 10 yil, 15 yildan shu bozordamiz universitetimda. Konkurent masalasida konkurentga qanaqa nisbatan ishlaysizlar? Biz aka, konkurent biz o'zimizga teng deb bilmaymiz aka. Shaharda. Shaharda endi xudoga shukr, nonimizdan yeb ko'rsanglar bo'ladi aka. Ko'ramiz ta'mini ham. Ta'mi ham, boshqasi ham. Hop, mana shunaqa deysiz, shogirdlar. Nechta odam ishlaydi bu novvoyxonada o'zi? Hop, 3 kishi ishlaymiz aka. Biz ishlarimiz o'zi asli Jizzax Zominda. Har kuni, har 10 kunda smenali ishladi. 10 kun ishlashadi, 10 kun dam olishadi, yana 10 kun ishlashadi aka. Bularning oylik haqqi qancha? Hop, hozirgi kunda aka, bu sezon narxi ko'tarildi novvoylarniki. 230 ming, 240 ming bo'lyapti. Bizga 230 ming. 230 Qopiga. Bir qop unga 230 ming to'lanadi. Bir qop non, masalan, 2 ta non chiqsa, 2 ta nonni to xamir qilib, zo'l o'zib to'g'rab yasab, yopib chiqarib olish 230 ming. Bir qop. Hop, bir qop un dedingiz. Bir kunda necha qop un ketadi? Bizda aka, misol uchun zakazlarimiz bo'lmagan kunda, oddiy sredniy kunimiz 4 qop, 5 qop ketadi aka. Значит, 1 million ish haqqini o'ziga chiqib ketadi. Ha, undan ko'proq dash. Mana shu novvoychilikda qanaqadir sezon vaqti bormi? Bor aka. Yoz sezon, yoz. Nimani hisobiga? Kunlar qiziydi aka, to'ylar boshlanadi. Misol uchun hozir keyingi oydan bo'tlarda to'ylar boshlanib bo'ldi-da. Hozir bu oydan. Keyingi oydan o'zi ko'raverasiz. Hamma novvoylar ketmon uchgan paytlar kelyapti aka. Ha, pul sochadigan vaqti o'sha payt. Birinchi hayitni o'tkazdik, xudo xohlasa. Hayitda endi bilasiz aka, bozorlar. Tushunarli. Hop, sizlar mana shu qaysi reklamli platformalardan foydalanasizlar? Instagram aka. Instagramdan ham zakaz bersa bo'ladi. Bo'ladi aka. Instagram
asosiysi Instagram. Xo'p, ish jarayonimiz birinchisi xamir qilishdan boshlanadi. Ertalab soat 3 da turamiz. 3 da turgan paytimiz tepada bir qop yoki 2 qop xamirimiz, zakazlarimiz bo'lsa 2 qop bo'ladi, zakaz bo'lmasa bir qop xamirimiz tayyor bo'lib turgan bo'ladi aka. Ish qilish jarayoni xamir qilishdan boshlanadi. Mana bu apparat, Apparat qiladigan. testomeshalka. Testomeshalka. Bu necha pulga tushgan bu apparat? Xo'p, aka, hozir narxlar tushib ketdi. Biz olgan paytimiz $1000 tushgan bu. Aha. Bu hozir zamonaviyda eng hozir novalarni osonlashtirgan ish narsasilar, aka. Eng ishni yengil qiladigan Yengil mana shu. qiladigan. Hop, bitta xamir necha soat tinib turishi kerak yaxshi non uchun? Xo'p, aka, u drojaga solishiga bog'liq. Misol uchun 3 qoshiq droj solsangiz 4 soatda ko'padi. Biz o'sha kechqurun 10-11 larda xamir qilib qo'yamiz, ertalabki xamirlarimizni. 2 qoshiq, 2,5 qoshiq solamiz, ertalab turib chiqishimiz kerak. Bu bir qop ungami. bir qop unga 2 qoshiq droj solamiz. Hop, nonni, eng yaxshi nonni sostavi nimalardan iborat? Aka, yaxshi nonning sostavi margaringa bog'liq aka. Aha. Margarinni zo'r bo'lsa, ko'p solsangiz, misol uchun klient o'shanga bog'liq o'rganib keladi yana. Bir marta olgan odam yana shu nonni kelib olaman deb ana qiladi aka. Hop, un tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Qanaqa un olish kerak nonga? Asosan Qozog'iston unlari aka. Qozog'iston. Nimaga O'zbekiston emas? O'zbekistonni endi bilmadim aka. Biz O'zbekiston unini ishlatib ko'rmaganmiz. Asosan Qozog'iston unlari bilan ishlaymiz aka. Har xil unlar bor. Eng zo'rlari hozirgi kunda ishlatayotganimiz Turon bilan Munis aka. Qozog'istonniki. Qozog'istonniki. Agar kimda kim O'zbekiston yaxshi unini bilsa, kommentga yozib qoldiringlar, ishlatib ko'rsa, balki ularga ma'qul keladi. Narx jihatidan ham balki arzon bo'lishi mumkin. Hop, xamir tingandan keyin qilinadigan ish nima bo'ladi? Xamir tingandan keyin zo'l o'zi bostirilar aka. Zo'l o'zi bostirgan paytimizda mana holat bo'ladi aka. Bu holatda ham haligini dam olib turish kerak. Ha, kami yarim soat 1 soat dam oladi o'zini tashlab turgani uchun. Aha. Undan holat aka, mana holatda yasaladi. Hop, shuncha narsalar bor. Mana shularga hech bir rasxod bo'lgan. Aka, mana shu ustol ustida turgan narsalarga 400 ming 500 ming pul ketadi aka. 100 ming 500 ming. Mana bunaqa bosma olinadi, chig'atoyiki, qo'ziqorin olinadi, kabi olinadi, chekich olinadi. Hop, sizlarda faqat bir xil turdagi nonmi yoki mijozlarni xohishiga qarab yasab berilaveradi? Mijozlarni, klientlarni, misol uchun ba'zilar keladi, Fotiham bor. Menga katta patr, xudo patr kerak desa, unaqa qilib beriladi aka. Bir xil non emas. Hozirgi masalan bozor uchun magazinlar uchun ishlagan nonimiz aka, chig'atoy patr bilan kulcha patrlar. Kulcha patr. Hop, mana shu Novvoyxona bir oy xarajati qancha? Bir oylik xarajati Endi bunachiga mana bu un, kunjut, yog', margarin hamma narsasi bilan. bir kunlikni aytib bera hozir. Bir kunligi. 2 million, 2,5 million bo'ladi. Misol uchun 5 qop qiladigan bo'lsa, 2,5 million ketadi. 4 qop qiladigan bo'lsa, 2 million bo'ladi aka. Uni, yog'i, akalarning, ishchilarning puli. Ish haqqi ham kuniga 2,5 million. Hop, shunda bitta nonni tan narxi necha pulga tushadi? Bitta narx 3200, 3300 ga tushadi aka. 3200. Sotilish narxi keyin Hop, nonxonada 5000, bozorda 5000, 6000, bozorda holatga qarab sotishadi. Misol uchun sotuvchilarimizga 4,5 ming, 5 mingdan beramiz. Ular ustiga qo'yib turib sotadi. 6 minglik joylari ham bor. Undan qimmatroq sotadigan joylar bor. eng qiziq savol mana shu novvoychilik qilib bir oyga necha pul foyda qilish mumkin? Hop. Aka 2000 bilan 2,5 ming orasida aka. 2000, 2,5 ming bir oyda sof foyda qilgan rasxodlardan tashqari. Hamma rasxodlarni chiqarib tashlaysiz. Misol uchun o'sha bir oy ichida o'zingizdan rasxodlaringiz bo'ladi-ku. Ha. Qatgadir borib olsa olasiz. Endi bu karmanniy rasxod hisoblanadi. No, chista oyiga shu bo'ldi. Mana shu plan yopdim deganingiz 2000, 2,5 ming. 2000, 2,5 ming bilan hop mana shunaqa ishga qanaqadir davlat tomonidan dokument talab qilinadimi? Aka, bu bizni sohada YTT bilan o'zini band qilish degan narsa bor, dokumentlar bor, bilsanglar. O'sha bozorda YTTni o'zingiz bilasiz, yakka tadbirkorlik uchun qilinadi. O'zini band qilish ham akalar ishchilarimiz uchun. Shular uchun. Misol uchun ko'chadan uchastkoylar kimdirlar tekshirib kelib qolsa, o'sha dokument ko'rsata olamiz. Bor u yerdan. Hop, endi mana shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan yosh tadbirkor yosh novvoylarga sizlar tomonidan qanaqadir maslahat bormi? Nimaga e'tibor berish kerak? Bor aka.
hozirgi kunda juda bilmagan odamlar, bu sohani ichiga kirib ko'rmagan odamlar ochmoqchi bo'lyapti. Ochganlar ham bor. Minsiga kirib turib, "Mani qo'lim, menga emas ekan buni oxonani qilish" deb yopib ketaverganlar ham bor bu o'yinda qarzi bilan. Asosan aka, meni maslahatim, birorta yaxshi oxonaga kirib, o'zidan katta odam, o'sha ishi ustalaridan maslahat so'rash kerak. O'sha odam oldida bir oycha yurish kerak. Chunki yozgi anaqa bilan qishki sezonning anaqasi boshqada. Misol uchun yozda suvni muzdek suv solasiz. Nimaga? Kun issiq bo'ladi. Qishda issiqroq suv solasiz. Kun sovuq bo'ladi tashqarida. Xamiringiz ko'p qoladi, boshqa narsalar bo'ladi. Ba'zi bolalar bor, durajasi xamir qilib qo'yadigan, yo'q sonasini xamir qilib qo'yadigan odamlar bor. O'sha narsalardan o'tish kerak, o'tmagan odam bilmaydi. Demak, ustoz ko'rish kerak ekan. Ustoz ko'rmasdan qilmasa qilib bo'lmaydi aka bu narsani. Ustozni rozi qilmasdan. Rozi qilmaganlarmi deyman-da. Eslatib qo'ydingiz. Kesat o'tib ketyapti. Hozir bo'lmasa hozir. Hop, nonda tandirda qanaqadir gradus bo'lish kerakmi bir определённый? Bo'lish kerak, yoki apparat bor, ko'rsatsam bo'ladimi? Ya bo'ladi, конечно. Olib kelsangiz. Narsa termometr deydi. Aha. Buni aptekalardan, supermarketlardan sotadi. Bu narsa hozirgi Navoiylar uchun juda kerakli narsa. Biz-ku endi tandir ochib turib qo'limiz bilan qilib bilamiz havosini. Opitga bog'liq, bu professionallar biladi. Bu yangi Navoiylar aka, bu gradusda 250-260 gradusda yopsa bo'ladi. Biz ham shunga o'rganib olaylik. Osonda, shunga o'lchaysiz. Knopkani bossangiz ko'rsatib beradi. Biz ham даже optin Navoiy bo'lsa ham ertalab birinchi tandir nonlarni adashamiz. Chunki nimagaki tandir ochiq holatda bo'ladi yoki ozgina issiqroq yopib qo'yamiz yoki sovuqroq yopib qo'yamiz aka. Hop, mana shu narsani maslahat beraman. Yaxshi narsa. Qimmat emas. Yo'q, qimmat emas. 300 ming shunaqa turadi aka. Zato ancha narsani ancha yil ishlatib beradi aka. Ana shuni olganim ham xudo xohlasa 1,5 yillik kil bo'ldi. Xo'p, mana shu Navoiyxonada noxush holatlar masalan qanday desam, brak qancha foiz tashkil qiladi? Non brakmi? Non brak. Nondanmi, undanmi, nimadan bo'lsa ham brak baribir hamma joyda bo'ladi-yu. Mana bunaqa holatlar bo'lib qoladi aka. Unimiz yangi partiya kelib qoladi, zavoddan tinmagan un kelib qoladi. O'sha paytlar xudoga shukr aka, biz ishchilar ancha yaxshi, zo'r yo'lini bilishadi, qilishadi aka. Maslahat bering. Nima qilish kerak? Sanasi eskiroq uni olish kerak. Sanasi eskiroq un bo'ladi. Tinib turgan un baribir zo'r bo'ladi aka. Misol uchun ko'ngildagi non chiqadi. Misol uchun amili ham sanalarni ko'rsangiz 26-fevral ekan aka. Bu yangi tinib turgan. Yangi un emas, sal eskiroq. Qancha darajada eski bo'lishi kerak? 2 oy. Orada 2 oy o'tish kerak aka. Zavoddan chiqqan 2 oydan keyin olsa bo'ladi. Sizga bo'lmasa kattakon rahmat, shu qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan. Rahmat aka, joningiz sog'. Xo'sh, bo'lajak biznesmenlar. Mana shunday hammaga kerakli nondan biznes qilishni ham o'rganib bo'ldik. Nech pul bilan ochilishi-yu, nech pul foyda qilishini. Bundan keyingi biznes nima bo'lishini xohlasanglar, kommentda yozib qo'yinglar. Biz albatta o'rganib chiqamiz. Shu bilan kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozircha xayr.